Elhamdülillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Avvalambor Alloh taologa hamdlar aytamiz. Payg'ambar alayhisolamga salovat va salomlar aytamiz. Alloh taolo hammamizga chiroyli sabr bersin. Madinadagi lekin ibodatlarimiz, ziyoratlarimizni qabul qilsin. Lekin ziyoratlarimizdan foyda olishlikni Alloh taolo nasib qilsin. Sizlarga shunchalik harakat qilib, mana kunni kun uxlamasdan, kompaniya boshliqlari uxlamadi, ertamanga uxlamadi. Biz jo'natgan ishlarimiz joylashib oldimikin, kecha mana bir taqdir taqozosidan bolamizni vizasini to'g'ri qo'ygan, to'g'rilashdi. Qatorda shunaqa holatlar bo'ladi. Kompaniya boshliqlaridan ham Alloh taolo rozi bo'lsin. Sizlar mana inshaalloh mana kecha ibodat qilib, ozgina dam olib, inshaalloh hozir nima deydi? Hamma yoqqa tayyor turibsizlarda, qanaqa ibodat bo'lsa, qanaqa ziyorat bo'lsa inshaalloh tayyormiz deb. Hozir bu joyga sizlarni bekor gap kelganimiz yo'q, foydasi borligi uchun olib keldik. Ushbu qarshimizda turgan masjid Masjidul G'amoma masjidi. G'amoma masjidi degani qora bulut masjidi. Nima uchun qora bulut masjidi deb ismlanib qoldi? Bu masjid desa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, payg'ambar alayhissalom o'zini davrida qachon qurg'oqchilik bo'lib yomg'ir so'rash kerak bo'lsa, payg'ambar alayhissalom shu yerga kelar ekan. Shu yer maydon bo'lgan ekanda, keng maydon bo'lgan ekan, ochiq. U paytda mana gastinisalar, mana bu yotoqxonalar bo'lmagan. Ashoblarini to'plab shu yerda istisqo namozi o'qirdi ekan. Istisqo degani yomg'ir so'rab o'qiladigan namoz. O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda ham, bizda ham qurg'oqchilik, yomg'ir yog'may qo'ysa, qor yog'may qo'ysa so'raymiz-ku. Bu yerda ko'proq o'qiladi. Sababi bu joyda qurg'oqchilik bo'lsa darvoq bilinadi-da. Payg'ambar alayhissalom ashoblarini to'plab shu joyda istisqo namozini o'qib, qarang. Namozni tugat bo'lmasdan ashoblarni payg'ambar alayhissalom ustlarini qora bulut qoplab qolardi. Qora bulut qoplab namoz tugashi bilan yomg'ir yog'ardi. Alloh taolo rahmatlar yomg'ir. Alloh taolo biz bandalariga bergan rizqi, osmondan Alloh taolo bizning rizqimizni tushiradi. Yomg'ir yog'ishlik sababli yerdan biz uchun xilma-xil rizqlar, ne'matlar, buğday deysizmi, makka deysizmi, meva-chevalar deysizmi, ekin-tikinlarga hammasiga nima kerak? Suv kerak-da, to'g'rimi? Shu suv sababli hosil beradi. Bu hosilni biz yig'ishtirib olib, nima qilamiz? Yeymiz, ichamiz, oshganimiz, sotamiz va hosil.